Bitta kiyib olasizmi undan? Don Zeki. Nima degandim? Chempionman, ama jahon chempioniman. Nima Zeki deb tushuncha. Короче, shart. Parkovkada turgan hamma mashinani balonni qoraytirib chiqasan. Hammasini? Da, birinchi manikidan boshlasan. Tirnaliga ko'rsatib qo'y, bugun qildirgan. Ular kim qiladi? Yo, oqizdirma uni qilib. Yo, oqizdirib turib diskani uni kirib tashlagan. Uni bitini qiladi, bitini uni. Yuradigan joyini qilmaydi. Kommentdagi negativlar bor-ku. Ko'ngilda qoraytirgandan balonda qoraytirgan yaxshi-da. Benazirda turgan hamma mashinani qoraytirib chiqardi. Mashq qiz. Unda qaytib o'ynamayman Dondozikida. Yarashadi. Ya qizig'i yo'q, qoraytiraversin, savob bo'ladi. Buni tarafda ham qiling? Ha, polnosti. Nima bir tomonni qilib, bir tomon qilmaydimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi, suyimsiz? Gentrani balonni shunaqa bo'lishini bugun ko'ryapman men. Odam mehnat qilsa, nima bo'ladi? Nima bo'ladi odam mehnat qilsa? Yaxshi-da, nimasi? Pulni qadriga yetadi. Pulni qadriga yetadi, gap yo'q. Bitta kiyib olasizmi undan? Yo'qmi? Razmeri bormi? Akamnikini qoraytiramiz. Nima farqi bor? Taksi odam emasmi? Aka, taksi mashina emasmi? Qoraytiring. Mana ham shart bajaryapti, ham soqqa qilyapti bu. Ko'ngildan chiqarib. Ha, 100 ming hech pul berasiz. 100 ming bering. Ya 100 ming ba'zi. Maydaroq. 5 ming bering yetadi. 5 milliardda o'zi. 5 milliard. Ha. Men 5 ming. Men 5 mingga rozi bo'laman. Shart bajarishdan ko'ra soqqa qilishga o'tib ketdi. O'shuncha shart tugatamiz. Rahmat hammaga. Soqqa qilaversinlar. Meni ham battarroq shart aytamiz. Kommentariyalarda yozib ketinglar qanday shart aytishdi. G'idish.